Şinjan Medeniyet jurnalining sobiq bosh muharriri, dаңlıq jurnalist va shoir Qurbon Mahmudning Xitoyning yig'ilish lageriga akirib ketganligi aniqlandi. Qurbon Mahmudning o'tgan yili Amerikadagi o'g'lini ziyorat qilib borganligi, bu yilning 5-ida chet elga chiqqanligi bahonasi bilan tutib ketilganligi bildirildi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida yangi ma'lumotlar o'tirg'i chiqishga boshlandi. Bu lagerlarning birida xizmat qilgan bir soqchining aytishicha, bu markazga 15 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 200 kishi qamalgan bo'lib, ularga kunda 3 vaqt yarim qachil tomoq beriladi. Tomoqdan shikoyat qilganlar yoki halol haromligini so'rganlar birdek jazolandi. Xitoyga qarzga bo'g'ilgan Pokiston xalqaro pul fondi tashkilotining oldiga berishga majbur bo'ldi. Xitoyning dunyoviy qurilishining markazida bo'lgan Pokiston Xitoyga qarzga bo'g'ildi va qarzini qaytarish va g'oyat zo'r savdo qizil raqamini yo'qotish uchun xalqaro pul fondi tashkilotidan yordam talab qildi. Wall Street jurnalining xabar qilishicha, Amerika doiralari xalqaro pul fondi tashkilotining pulning Xitoyga qarzni qaytarish uchun ishlatilishini xohlamaydiganligini bildirdi. Xitoyning pul berligi yuanning qiymati Amerika va Xitoy orasidagi siyosiy jiddiylik sababli eng tuvan saviyaga tushdi. Xitoy pulining dollarga bo'lgan nisbati bu hafta 6.93 ga tushdi. Yevropa Komiteti Parlamentlar Majlisi umumiy yig'inida 2014-yil Qrimni ishg'ol qilganligi uchun ovoz berish huquqi ep tashlangan va bu sababdan vakil avatmagan Rossiyaning parlamenti qaytishi deb qaralgan bir loyiha rad qilindi. Strasburgda davomlashayotgan umumiy yig'inda parlamentga ovoz berish huquqiga aloqador loyiha va qaror muzokara qilindi.